A few moments later. A few minutes later. A few inches later. 12 seconds later. 3 days later. 3 weeks later. Many months later. 6.5 hours later. 1 eternity later. 2000 years later. Hammaga hello, sizlar bilan har doimgidek Xonfire bo'ladi. Bugungi videomizda 4-0 bo'lgancha biz dushmanga urg'on bermay, ya'ni otishmay 4-0 gacha sabr qilib turamiz va 4-0 bo'lgandan keyin 4-5 hisobida yutib ketish nasib qilar deb o'ynaymiz. Agar yutsak omadimiz, yutqizsak esa baxtimiz ketadi. Qani bo'lmasa ketdik. Mana o'yin ham boshlanyapti. Biz kim bilan tushganmiz? Qani Dovutullaga, bu yaxshi o'yinchi bo'lishi mumkin. Nikidan bilinyapti, chunki oraliq tayinlangan niklar, ya'ni Free Fire'dagi niklar juda yaxshi o'yinchilar hisoblanadi. Mana bunaqa boot yuramiz va keyin mana shunaqa zo'r pro igrok bo'lib ketamiz. Qani ketdik. Mana videoni cho'zmati 2-0 bo'ldi. O'yindan chiqib ketdi. Mayli, bu bola o'zini omadini his qilmadi, chunki bu videoni men YouTube'ga qo'ymoqchi edim. Hali ham qo'yaman. Shu bilan video o'z nihoyasiga yetdi. Bizga obuna bo'lib, like bosib qo'ying. Xayr, salomat bo'ling.